Ko'r. Oshlarni uraylikmi? Damla oshchi, mehmonlik kelyapti-yu hammasi. Tuyasini nima qilaylik? Nimani? Tuyasini. Tuyan sutini xotiningga ber. Hali buni nima qilaylik? Hali meniki olib chiqib qo'y. Rais bu? Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qalaysan, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Kim o'g'li bu? Qishlog'imizni tabibi. Siz bir bo'yiga qaramang, o'zi juda mashhur tabib. Ha, tabibmi bu? Voy, malades. Sal zati qolib ketibdi-ya, o'smay qolibdi. Ha, qo'yilma. Tuzatasanmi hammani? Ha, tuzataman. Sen aytayotgan bolalar qani? Kecha chaqmoq urdimi, nima urdi? Chaqmoq urgan, sal g'alati tom ketib qolgan. O'shancha olib keldim-da buni rais bu. Shularni bir ko'rib qo'ysang yaxshi bo'lardi. Hali men o'zim ko'rmadim. Qatasali! Hey, rais bu, bularning yurishini qarang, turishini qarang. Tuppa tuzuk bolalardek kiygan kiyimlarini qarang. Hormangizlar. Bekordan bekorga nega chaqirdingiz bizni vaqtimizni olib, hurmatli fuqaro? Sanlar nima, yo ishlamaslikka bahona qilyapsanlar. Yo bilmadim, o'zlaringcha bir hammalaring buyuk bo'lib qoldinglar, ha? Yoki hammani haydaymi ishdan? Birovga tuhmat qilib uni ishdan bo'shatish bu mansabni suiiste'mol qilish hisoblanadi va bu qonunda taqiqlanadi. Sen qatdan qonunni bilib olding, o'zi kitob o'qimagansan. Hozir men sizga inson huquqlari to'g'risida ekanligini sal qaysidir moddasini aytib berdim. Sen traktoring qani, o? Qanaqa traktor? Menda jipku. Kuchayib ketibsan sen o'zingcha jip olib, ha? Sanimi o? Xalat kiyib olib o'zingcha doktor bo'lib, kuyov. Men Gipokrat qasamini ichdim. Nima ichdim? Gipokrat qasamini ichdim. Sen kechqurun ertalabga charo ichgansan. Gipokrat qasamini umuman icha olmagansan. Qani, tomog'ingiz og'riyapti sizni? Xo'p, Adingchi. ko'rib qo'yasanmi? Qo'yaman. Ading. Oxirigacha ko'rasanmi? Oxirigacha ko'raman. Somsa ko'rindimi, somsa? Yo'q. Bo'ldi, tur joyingga. Sen aro ichgansan. Sen kim bo'lding endi o'zingcha, ha? Nima o'zingcha? Nimaman? Nima, kim bo'lding sen? Seni men endi eshitib qaraganda, hani David Ali Fox'ning bo'lsanmi, nima bo'lsan? Meni ham akimga til tegizmang-ya. David nima? Kaprichmi? David Cappuccino. David Cappuccino. Ha, o'sha makvachchasiman men-ya. Sanmi? Qo'lingdan nima keladi o'zi sani, ha? Menga qara, nima karillaysan sen turib olib, ha? Qo'lingcha jublashtirib olib, ha? Nima keladi qo'lingdan? Baqirma menda. Nima o'zingchalik Fox'chiman deysan? Qani o'zing Doniyor, Beshol. rais bu, nima bo'ldi sizga? Rais bu, menga qarang. Gapirmoqchimisiz? Qo'rqmang. Baringizni keng ochib. Mana shularga hamma gapingizni aytmoqchimisiz? Ayting. Qattiq gaplaringizni gapirmoqchimisiz? Gapiring. Ana. Qo'y rais bu. Qo'y. Men aytdim hozir. Siz ayting. Bunaqasi bo'lmagan. Voy malades. Oting nima sani? Doniyor tabib. Voy malades. Hey, yaxshi bola ekan shu bola, hey. Malades. Menga qara. Kech qolmang, xo'pmi? Xo'p. Kechqurun bir uyga olib ketaman, hop. Men kelsam. Bayram chiroyli o'tish kerak. Hammang o'zing ishing qilaring, tushundingmi? O'zingcha hali Copperfield doktor bo'lmalaring. Bor ishing qil hammang. Ovozini o'qigan, o'zini yo'qib qo'ysam bo'larkan-a? Qo'y, hali ishlamabdi. Hammang o'zing ishini bilib qilaring, xo'pmi? Men qara baqirmang, tushundingizmi? Baqirmang. Hozir vatantingiz yo'qib qo'ymang, yurasiz masabda, tushundingizmi? Menga umuman baqirmang. Xotingiz yo'q qolaymi? O'zingmi? O'zim. Yo'q qolarsanmi? Arra darra. Qolaman. Hakala chokola. Nihoyatda zo'r. Olyapsan? Purchasi ham qanday? Zo'rmi? Mana izlar. Bizning qishloqda